Biling, Saseke! Nozanin futbolchilar ismini talaffuz qilganda. Ikkinchi qism. Kulibali? To'g'rimi? Uyga borib tayyorlanma. Yo. Repetitsiya qilmading? To'g'ri aytdimmi? To'g'ri. Kulibali. Daychiman, menga joy beringlar. Bo'ldi, ketdik o'tali uyga. Pulisic? Nima? Nima? Pulisic. Pulisic. Pulic. Pulisic. Pulisic. Ha. Chich. Let's go. Voy. Haka? Hakami? Jaka. Qani bittachi? Haku mana u. Faqat O'zbekistondami kamchiliklar? Qatiq bilan Voy, bilin nima bu? Uyat emasmi? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, uyat emasmi? Voy. Shaqir. Chaqir, ana chaqir bor. Shaqir. Shakiri. Asad bu k emas-ku, q-ku. Qayerga o'qiladi? Eslab qol. Qaysi tilda? Ismlarni. Ismlar qaysi tilda? Jarangli undoshning jarangsiz jufti bilan shakldosh so'z yasovchi qo'shilgan o'zlashma o'zak antonimiga Bu shvetsarcha ism. Aslida shvetsariyalik inson Shakiri. Shakira. Lolay. Quermes. O'zi yaxshi ham faoliyatini yakunlagan bu futbolchi, agar o'zi eshitganda yakunlardi bugun. Kim? Quermes. Aytdim. Qayerga o'qiladi deyapti. Kurmes bo'pti. Quaresma. Qani j? Ricardo Quaresma. Qani j? Bo'pti, j-ni toping menga. How? Yozgan talaffuz qilavermaysan-ku. Bizda Qodir deb yozilganmi, Qodir deb o'qiladi.